aslida Dubai shokolad tortini chiqarishni faqat o'ylamagandik. Biroq, men shogird qizlarning ashuni bir chiqarib bir ko'rsatib qo'ysangiz arzulab deb qoldi. Shunga degan, mushu omaq ballalarimga o'rgatish jarayonida sizlarnimi bil o'rganib deb tang funksiyon qildik. Endi diqqatinglar bizda bo'lsin. Degan omaq shogirdimdan birisi tortning tigini chilishni ko'rsatsin. Endi boshlab ketamiz. Oldi bilan disimizga suyimizni, sumimizni, shakarimizni quyib, qo'l chalg'ich bilan yaxshi aralashtirib olamiz. Mana qaranglar, mana bir qo'yoq holatga keldi. Mana unimizni, xumsuronglarimizni, powderlarimizni solamiz. Mana mush sağan un jismlarimizni yaxshi qilib aralashtirib olamiz. Hamda mana bu holatda aralashib bo'lgandan keyin tuxumning seriqini qo'yamiz. Mana bu tuxumni qo'ygandan keyin bu xamirimizning altimi naytang yiqimliq bir paqroq holatga keladi. Hamda bu xamirimizni qo'yib tuxumning iqi bilan shakirimizni ko'ptirib olamiz. Tartafin bo'lsa sasonli bo'ldi, bo'lmay qolsa sammasonli bo'ladi. Shajar mana mishta davomli o'quvchi qabul qilyotdi. Mishta yaxshi sarxil binolarning hammasi shajarda. Xotirjam kasallik bo'ldi. Men shajar sizlarni saqlayman. Tuxumimizning iqini ko'ptirgan vaqtida tuz holatda ko'ptirmaymiz, tuxumimizni. Oldi bilan normal holatda ko'ptirib, ondan sal tuzlatib, tuxumning iqi altini mayli ko'rsatmay shunda bir siqvat holatga keladi. Mana bu qaymog'imizning alti, mana paloqnimda tiqib, bunda tatib olsak mana. Mush holatga kelsa, naytanga o'lchamlik tortning tigi o'xshaydi degan holat, mana. Ko'rdingizmi bolarim? Mana bek ko'ptirib olsanglar, holat hargizmi chiqmaydi o'jimi. Endi mana ko'ptirib olgan tuxumning iqining 3dan 1 qismini silib, mana bir aralashtirib, cho'qim diqqat qilishga tegishli yeri shuki, buni shaloqshitib, suyaldirib etmaymiz bu tortimizning xamirini. Bu tort naytanga zilliqni talab qiladigan vina. Bir tal pokiz lisimizni maylab, asti tarafni suv may bilan maylab olib, endi qog'oz silib olamiz buni ustiga. Bunu tuz holatda aralashmay qolgan yerlar o'smanimizda ham tuzlasak bo'ladi. Ma tortning tegi shunda yumshoq, shunda baland pishibdi. Tortimizni mana so'ygandan keyin bu holatda kesib olamiz. Men mana orasiga nayla obadim. Malina murabbalarimizni beramiz, bir qo'r. Ustiga yana birini qo'yamiz. 3-qavatini qo'yamiz. Mana buni mishta 3 qavat qilamiz. Buni bekchiq qaymoq ishlatmasak bo'ladi, chunki ustiga yana bir qavat beknochi shokoladimiz keladi buningga. Mana mishta qaymog'ini berib olgandan keyin buni pinshaning muzlaydigan yerga oz deganda 4 soat qo'yamiz. 4 soatdan keyin andin shokoladini ustiga berib, andin quti qachlaymiz. 4 soat muzlatgandan keyin mana ustiga beradigan shokoladimiz naytanga isl shokolad jumo. Odatdagi shokoladni berib qo'ysanglar, toz rangi momanda chiqmaydi. Tuz saatdan yuqori muzlatganligimiz uchun shokoladni iqtib bo'g'ichlam to'nglab bo'ladi. Bunda bo'lsa endi ishni kesib boqamdoq. Yig'inli kelgan tort bo'libdimi? E'lonlansa. Tamam.